Oqqan ichqan. Yo, jo'rama ichmayman. Hurmatim yo'qmi? Hurmating bor, endi ichmayman, jo'ra. Hurmatim bo'lsa, hech lamatsa qilmasdan jo'ra. Mayli, hurmating uchun jo'ra. Hurmating uchun. Sharof, men 50 yoqqan. Yo, jo'rama ichmayman. Siz nima faqat boy zodagonlar bilan ichasizmi? Hurmatimiz yo'qmi? Yo, hurmating bor, jo'ra. Hurmatim bo'lsa ishla. Bittadan solaylik. Oh, paftor, sirazi. Ha? Yo, men bo'ldi. Ulovni hurmati yo'qmi? Buni ham hurmati bor-da. Ne bo'pti? Oldik. Jo'rama ichmayman. Bular bilan ishibsan-ku. Meni hurmatim yo'qmi? Yo, men mana abida suvidan ichaman. Ishonasizlarmi, ta'mi o'zgachada. Mevani ta'mini birga bir olgan. Keyin mana qovunligi, yoshligimizda ko'p qovun bo'lardi, o'shaning ta'mida shunday ichaman. Abidan uyingda ichasan, xo'p? Hozir meni hurmatim uchun ichamiz. Tushundinglarmi? Oldik. Hurmatim yo'qmi? Yo, unchalik hurmating yo'q, mayli ichaman. Ey Sharof. Qanday bunday ahvolga tushib qolding? Nima bo'ldi senga? Inayni yeri bo'ldi. Vaqt kelsin, qaraysiz. Sani hurmatingni qilib 50 gram ichdim. Sani hurmatingni qilib 100 gram ichdim. Sani hurmatingni qilib bir butilka aroq ichdim. Mana oqibat. Hurmatlaringga sani. Qani hurmatim bo'lsa 50 ming ber, bir butilka aroq olay. Jo'ra ichasanda olsin sira. Bu payt hurmatimiz bo'lmaydi bizda. Yur, Misha. Ey Sharof. Bor yo'qol.